Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli aziz va qadrdon meni O'zbekistonlik obunachilarim. Hammalarga alangali salomlar aytaman. Kuni kecha Qashqadaryolik bir Rahimov Tursunpo'lat degan oshnamiz Halimjon Jo'rayev qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'radi. Halim akaning qo'shiqlarini biz ham yaxshi ko'ramiz juda ham. Halim aka, bizni kanal Halim akani ham kanal desak ham to'g'ri bo'laveradi. Shu odamning iltimosiga binoan bir 78-yilda ona haqidagi O'zganda aytilgan qo'shiqni e'tiboringizga havola qilaman. U mahallarda to'ylar tor doirada o'tgan. Lekin juda ham fayzli va chiroyli bo'lgan. Qani bir moziga qaytib 50 yil orqaga qaytib shu tor doirada aytilgan jarangli Halimjon Jo'rayev ijrosidagi ona haqidagi qo'shiqni bir eshitib ko'ringlar. Tursunpo'lat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ey onam mehring bilan doim meni yonimdasan. Uf desam parvona sana gir aylanib boshimdasan. Qo'llarimni ishlasam o'tmaydi dardonim onam. Ham otamdan yodgorim gavharim konim onam. Süt bilan bergan o'git paldu nasihating sani ketmagay aslo yurakdan shoqi bardoshing sani. Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan. Uf desam parvona sana gir aylanib boshimdasan. Har necha xizmatlaring bo'lsa qilay jonim bilan. Ko'taray ko'klariga kel, har doimo boshimdasan. Uf desam parvona sana gir aylanib boshimdasan. Yeganim tushmas ichimga bo'lmasang yonimdasan. Ham otamdan yodgorim gavharim konim